Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov. Oldin aytib qo'ymoqchiman, bu videoda Instagram bilan ulashishni o'rgatmayman. Instagram bilan ulagan proyektimni ko'rsataman. Qaranglar. Birinchi o'rinda u qanaqa ishlashini ko'rib chiqaylik. Mana bizga uje tizim yondi, shuning uchun xabar kelyapti. Endi bu yerga qaytamiz. Mana support bot turibdi. Bu bizning ulangan botimiz, bu Instagramimiz. Endi botga kirib start bossak, bizga kalit beryapti mana. Assalomu alaykum palonchi, sizni kalitingiz Instagram sahifaga kiring deyapti, obuna bo'ling deyapti, keyin kalitni yuboring deyapti. Endi biz Instagramga kirdik, endi obunani qaraymiz. Obuna bo'lganmiz. Buni obunani olib tashlaymiz. Endi messajga o'tamiz. Endi qaraylik, mana bizga full ekran qilsam qulay bo'ladi. Kalitni tashlab jo'natamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, kalit qabul qilindi. Lekin siz Instagram sahifamizga obuna emassiz deyapti va mana obuna topilmadi, ko'rdinglar. Endi view qilamiz, obunani bosamiz, keyin full ekran qilamiz, qaytadan obunani jo'natamiz mana kalitni. Botdan olgan kalitimiz bu. Jo'natdik va endi qaraydigan bo'lsak, mana tasdiqlandi deyapti. Endi mana bizda QR kodi bor va mana bizning kalitimiz bor. Endi yana bitta narsani ko'rsataman. Bu yerda bizda yana bitta akkaunt bor. Bu yerda support bot bormikan? Eng yomon ko'rgan narsam support bot qidirish. Mana bor ekan. Qaranglar, bu yerda ham test qilgan ekanman. Kelinglar, buni tozalab tashlayman keyinchalik. Hozirchalik. Mana start bosyapman. Bu yerda boshqa kalitni beryapti. Ya'ni boshqa kalitni bitta yana mana shu Instagramda test qilamiz. Endi bizga mana qaranglar. Bu hisob boshqa kalitga biriktirilgan, ko'rdinglar? Mana. Endi bu hisob boshqa kalitga biriktirilgan. Endi bizda kalit bor, ikkita kalit bor. Bittasi tasdiqlangan, ya'ni mana tasdiqlandi, bittasi bo'lsa tasdiqlanmagan. Mana ham tasdiqlangan hozir. Endi biz adminga o'tamiz. Mana endi tashlaymiz. Mana bu holati nima tasdiqlangan, lekin ishlatilmagan hali. Buni ishlatildi qilib qo'ysa, mana kalit o'chadi, ana u odam boshqa kalit ola olmaydi va bitta odamga bitta kalit bo'ladi. Endi biz tasdiqlanmagan kalit qilamiz mana. Instagram tasdiqlanmagan, ko'rdinglar? Ana endi biz uje mana hozir sizlarga nimani men aytmoqchiman. Instagram bilan Telegram botni biz bir-biriga juda tez ishlaydigan qilib uladik. Bu narsani o'sha o'z holatimda qildim, ya'ni o'zim qildim. Bemalol aloqaga chiqib, mana shunaqa proyektinglar bo'lsa, zakaz bersanglar bo'ladi. Men buni qaysi proyekt uchun qildim? Shirli do'kon bor ekan. Ular har bitta Instagramdan obuna bo'lgan odamga bittadan shirli tekinga berisharkan ekan va bitta odam bir marta olish kerak ekan. Bu narsa uchun Telegram va Instagram hisoblarini bir-biriga uladim. Ya'ni qaysi ma'noda uladim? Telegram va Instagram hisobi bitta holatda ishlaydi. Telegramdan kalit oladi, Instagramdan tasdiqlaydi. Bazaga ikkalasi qo'shiladi. Ya'ni, например, hozir boshqa kalitni bitta Instagram bilan ham nima qila olmadim? Ya'ni boshqa kalitni bitta Instagramdan qilsam, mana bu Instagram allaqachon kalitga biriktirilgan, xullas. O'zingizlar tushunyapsizlar, o'zingizlar bilyapsizlar nima bo'layotganini. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Hammani o'zini xohishiga qarab, xuddi shunaqa Instagram bilan integratsiya qilinadigan proyekt bo'lsa, men uni hal qilib beraman. Mana statistikada jami kalitlar, tasdiqlanganlar, ishlatilganlar, tasdiqlanmaganlar turibdi. Mana bu yerda ishlatildi qilib qo'ysa bo'ladi. Xullas, sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi. Agar sizlarning zakazinglar yoki qanaqadir minglarda proyektinglar bo'lsa, bemalol o'sha Telegram orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men sizlarning to'liq proyektinglarni o'rganib chiqib, sizlarga ham unikal shunaqa chiroyli, tez ishlaydigan tizimlarni qurib beraman.